Assalomu alaykum hurmatli kanalim kuzatuvchilari. Mana sizlarga o'tgan gal qisqa ko'rsatib o'tgan 3 metrli Xitoy ko'rpaliklarni bugun hammasini cho'tka qilib sizlarga ko'rsatib keyin tushuntirib beraman. Mana bular bo'ladi. Materiali sifati yaxshi Xitoyniki 3 metrli. Bular zarlilari bo'ladi. Mana materiallarni ko'rib qo'ying. Sifatlari zo'r bo'ladi. Zarlari, yaltirashlari 100% garantiya. Buni eni, mana bu eni 3 metr bo'ladi. Bundan bemalol katta ko'rpa qilsangiz, yostiq qilsangiz ham o'zi bilan komplekt chiqadi. Enini ko'rpaga bo'y qilasiz, yonida yostiqligi bemalol sizga qo'yiladi. Buni boshqachalari bor, hamma ranglari bor, boshqacha gullari ham bor. Bemalol do'konimizga kelib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Buni yana rasvetkalarida mana bunaqalari bor. Bu xuddi o'sha 3 metrli ko'rpaligimizni zarsiz bo'ladi. Mana tegidagi material ipak bo'ladi mana. Materialni ko'ring, zarsiz, umuman chaqib tashlanadigan. Bundan farqli bo'ladi materiali, sifati zo'r bo'ladi. Keyin bu endi 3 metrli ko'rpaligimizni sifat eng zo'ri, yangi chiqqani akrili bor. Mana. Buning materiali bu ikkalasidan ham tubdan farq qiladi. Buni to'lanishlari, o'zi taxmonga qo'yganingizda yaltirab turishlari umuman boshqacha bo'ladi. Sifatlarini ko'ring buni. U yoqdan bu yoqdan har xil tovlanadi. Bu material shunchalar zo'rki, endi 3 metr yaqin chiqadi. Yumshoqqina material, hibi bo'ladi. Muzdek tutadi. Yozda ham, qish kuni ham maza qilib ishlatadigan narsa, faqat taxmonda turadigan narsa emas. Orqalarini ko'ring. Orqalari qanaqa chiroyli bo'ladi buni. Bulardan ancha farq qiladi, qarang. Material zo'r bo'ladi, o'zi zo'r material bilinadi, bittada seziladi. Xohlasangiz biz tikib berish xizmatlarimiz bor. Ko'rpalarga paxta solib ham, qavib ham beraveramiz. Materiallari zo'r, keyin tikuvchining ishlariga 100% garantiya. Keling, ko'ring, xarid qiling. Manzilimiz Abu Saxiy Uyg'ur bozor F46, F47-do'konlar.